bunaqa mashinalarni bor-ku, har xil narxda topishingiz mumkin. 6 ming, 7 mingga topishingiz ham mumkin, lekin bunaqasini men aytgan narxda topa olmasligingiz aniq. Hozirdan bitta like bo'lsangiz ham arziydi. Honda Accord, men joylarni qarang, shu paytgacha bolalar yurib olmaganiga men hayron qolyapman. 2008-yil 181 ming probeg ekan. Kraska holatlari chap tomon krilo bilan o'ng tomon orqa kriloda bor dedilar, yuzaki. Qolgan joylar o'tmagan edilar. Salon holatlarini ko'ring, juda ham ideal qilib Hondani hamma detalli narsalarni tiktirib qo'yibdilar. Ular qo'ydirib qo'yibdilar. Stagedan propallargacha borgan. Bitta like bosib, maksimal tarqatib qo'ying. Avtomat korobka, original inomarka qidirganlar uchun menimcha sutda oppoqina bo'lgan Honda Accordni uni qulay narxda topib qo'ydim. 7 ming, 6 mingga ham topishingiz mumkin, lekin menimcha bunaqasini sal topish qiyinroq bo'ladi. Salonini ko'ring, nakitkalarni ham aynan o'zini vkusidagi odam uchun chiroyli qilib qo'ygan ekan. Propallargacha borib bitta like bosib, maksimal tarqatib qo'ying. Obuna bo'lmaysiz. Nima uchun obuna bo'lmaysiz? Men hayronman. Obuna bo'lib qo'ying, sababi shokolad narxdagi mashinalarni kuzatib, hech bo'lmasa narx-navodan xabaringiz bo'lib turadi. Mashina olayotganda qiynalmaysiz. O'zini original shturkalargacha bor ekan. Menimcha Honda Accord 2008-yil 181 ming probegga ikkita kichkinagina kraskasi bor. Oldi krilo bilan orqa krilo qolgan joylar o'tmagan deganlar uchun menimcha tekshirib olasiz. Srochniga 8100 ga bosib olsangiz bo'ladi.